hozirgi neokolonializm davrida qarz va iqtisodiy bosim orqali butun qit'alar qanaqa qilib moliyaviy qullikka solinyapti. Eng muhimi, bu tuzoqdan chiqish imkoni bormi? Bugungi videomiz davomida biz ushbu murakkab va sirli dunyoni pardasini ko'taramiz va global iqtisodiyotga mutlaqo yangi nigoh bilan qarashga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Uzoq yillar davomida davlatlar moliyasini boshqarib kelgan Rothschildlar oilasi haqida eshitganmisiz? 19-asrda Rothschildlar dunyodagi eng boy va qudratli oilaga aylangan edi. Hattoki insoniyat tarixidagi eng katta xususiy boylik aynan ularning qo'lida jamlangan. Mayer Rothschild o'zini 5 o'g'lini Yevropani London, Parij, Frankfurt, Vena va Neapol kabi markaziy moliya markazlariga joylashtirib, xalqaro bank tizimini barpo etdi. Natijada hukumatlar urush yoki boshqa maqsadlar uchun ulardan qarz olishga majbur bo'lgan. Tarixda Buyuk Britaniya Napoleonga qarshi urushda yoki boshqa qirolliklar Rothschildlar banklaridan moliyaviy ko'mak olgani ma'lum va bu albatta foizli va siyosiy imtiyozlar evaziga sodir bo'lgan. Bu yashirin nazorat qanaqa ishlaganini tasavvur qilasizmi? Yirik bankirlar davlat siyosatini bilvosita belgilagan. Qarzni qaytarish uchun soliq solish, monopoliyalarni berish va hattoki markaziy bankka ularga topshirish ularning qo'lida bo'lgan. Rothschildlar misolida bizga shuni ko'rsatadiki, moliyaviy elita tushunchasi yangi emas. Bugungi kunda esa bitta oila emas, balki yirik investitsiya fondlari va global tashkilotlar butun davlat taqdirini hal qilyapti. Masalan, dunyodagi eng katta investitsiya kompaniyalaridan BlackRock va Vanguard hisoblanadi. Ular omma oldida unchalik tanilmagan bo'lsa ham, aslida juda ham katta qudratga ega. BlackRock kompaniyasi taxminan 12 trillion AQSh dollariga teng aktivlarni boshqaradi. Vanguard ham shunga yaqin va ular qo'lidagi aktivlarning yig'indisi 20 trillion dollardan oshadi. Tasavvur qilasizmi, 20 trillion dunyoni aksariyat davlatlari yalpi ichki mahsulotlaridan ham juda ham katta hisoblanadi va bu katta o'yinchilar aytganimizdek Apple, Microsoft, Google, Tesla kabi deyarli barcha yirik xalqaro korporatsiyalarda o'zlarining ulushlariga ega. Ya'ni ular bir vaqtda o'zida ko'plab kompaniyalarning aksiyadori. Demak, boshqaruv kengashlarida ham ular o'z ovoziga ega. Tadqiqotlarga ko'ra 2030-yilga borib BlackRock va Vanguard kabi fondlar AQSh eng yirik 500 ta kompaniyasi ustidan aksiyadorlik ovozlarining 40% gacha qismini nazorat qilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu kompaniyalar istalgan korporatsiyasini rahbariyatiga ta'sir o'tkazib, o'zlarining siyosatini o'tkaza oladi. Oddiy odam kundalik hayotda sezmasligi mumkin, lekin agar siz televizorda yangilik ko'rayotgan bo'lsangiz yoki non sotsangiz, bilvosita BlackRock va Vanguard imperiyasi bilan yuzlashayotgan bo'lasiz. Ular mediani, oziq-ovqat kompaniyasini va hattoki sanoat gigantlarini ham moliyaviy nazorat qiladi. Masalan, siz ichadigan ichimlik yoki foydalanadigan smartfon ortida aynan mana shu fondlar yirik ulush egasi sifatida turibdi. IMF va Jahon banki eng ko'p qashshoq davlatlarga kreditlar beradi va evaziga ulardan iqtisodiy islohotni talab qiladi. Bu strukturaviy islohot dasturi deb ataladi va byudjetni qisqartirish, davlat korxonalarini xususiylashtirish, ijtimoiy xarajatlarni kamaytirish va bojlarni pasaytirish kabi shartlar qo'yiladi. Xo'sh, natijada nima bo'ladi? Qarzni olgan davlat qarzni qaytarish uchun belgilangan rejaga amal qiladi. Lekin bu reja ko'pincha xalq manfaatiga zid bo'ladi. Chunki byudjet qisqaradi, ish o'rinlari kamayadi, mahalliy ishlab chiqaruvchilar xorijiy raqobatchilar oldida nochor bo'lib qoladi. Oxir-oqibat davlat qarzini to'lamay qolsa, yanada ko'proq qarz oladi yoki tashqi kreditorlar oldida bosh egib siyosiy yon berishlarga majbur bo'ladi. IMF va Jahon banki faoliyatini tanqid qiladiganlar buni qarz qopqoni, ya'ni moliyaviy tuzoq deb atashadi. Keling, raqamlarni o'ziga qaraymiz. 1970-yilda rivojlanayotgan mamlakatlarning tashqi qarzi atigi 46 milliard bo'lgan, lekin bugungi kunda u 9 trilliondan oshib ketgan. Tasavvur qiling, 50 yil ichida qarz miqdori 190 barobarga oshgan. Bu davlatlar 1980-yildan beri faqat qarz foizlari uchun 4,2 trillion dollar to'lab bo'lishgan. Ya'ni qarz olayotgan kambag'al mamlakatlar boy davlatlarga milliardlab dollarlar oqimini amalga oshiryapti. Albatta, rasmiy tashviqotda ular yordam beramiz deyshadi, lekin haqiqatda boy davlatlar va ularning banklari iqtisodiy tizim orqali kambag'allarni yanada qashshoq qilyapti. Bir tadqiqotda aytilishicha, rivojlanayotgan davlatlar olgan har bir dollar yordam evaziga 24 dollar boy davlatlarga turli chiqimlar va to'lovlar ko'rinishida oqib chiqadi. Qarzini o'z vaqtida qaytara olmagan davlat o'zini suveren qarorlarini yo'qotadi. Bu moliyaviy mustamlakachilikka yangi shakl. Masalan, IMF dan qarz olgan bir qancha Afrika mamlakatlari majburan elektroenergetika, suv ta'minoti kabi strategik tarmoqlarni xususiylashtirdi va ular asosan xorijiy kompaniyalar qo'liga o'tdi. Lotin Amerikasida esa strukturaviy islohotlar tufayli minglab davlat korxonalari sotilgan, millionerlar ko'paygan, ammo oddiy xalq hayoti yomonlashib borgan. Tanqidchilarning fikricha, bu jarayon aslida avvalgi mustamlakachilikka davomidir. Ilgari to'g'ridan-to'g'ri qurolli bosqinchilik bo'lgan bo'lsa, endi qarz va dollar yordamida hukmronlik o'rnatilyapti. Hozirga qadar biz asosan rivojlanayotgan va qashshoq davlatlarning qarz balosi haqida gaplashdik, ammo savol tug'iladi. Boy davlatlarning o'zi ham qarzga botgan-ku. Masalan, AQSh 34 trillion dollarlik davlat qarzi borligini eshitgan bo'lsangiz kerak. Italiya, Gretsiya va Ispaniya kabi Yevropa davlatlarining qarzlari ham yalpi ichki mahsulotiga nisbatan juda ham yuqori. Bu holatda qarzga qul bo'lish iborasi nafaqat Afrika va Osiyoga, balki juda ham boy jamiyatlarga ham tegishli ekanini ko'rishimiz mumkin.
To'g'ri, bugungi moliyaviy tizim shunaqa qurilganki, hatto boy davlatlar ham qarzga botgan, lekin farqi shundaki, ular qarzini o'zlari chiqaradigan pulni olgani uchun hozircha kasod bo'lmay turishibdi. Xo'sh, oddiy odam yoki millat o'zini bu tizimdan himoya qila oladimi? To'g'ri, ko'rinishdan bu xuddi tugamaydigan o'yinga o'xshaydi, lekin har bir inson quyidagi chora-tadbirlarni o'ziga qo'llashni boshlasa, tuzoq ularni o'z nomiga torta olmaydi. Bunga birinchi qadam albatta moliyaviy savodxonlikka oshirish. Tizim qanaqa ishlashini tushunib olsak, undan chiqish yo'llarini ham topa olamiz. Masalan, inflyatsiya nega yuz berishini bilsak, naqd jamg'armani qanaqa aktivga aylantirish tushunamiz. Qarzni yomon oqibatlarini bilsak, keraksiz qarz olmaslikka harakat qilamiz va har bir shaxs o'z budjetini yuritishini, sarmoya qilish asoslarini va xavf va foyda nisbatlarini o'rganish kerak. Bu birlamchi himoya, chunki bilim bilan qurollangan odamni illyuziya bilan aldash qiyin bo'ladi. Ikkinchidan, fiat tizimidan chiqish strategiyalari. Fiat tizimi deganda biz davlatlar chiqaradigan qog'oz yoki elektron pullarni tushunamiz. Ularning qadri hukumat kafolati va iqtisodiyotga bo'lgan ishonch bilan bog'liq, ammo hech qanaqa real aktiv bilan ta'minlanmagan. Tarixdan bilamizki, har qanaqa fiat valyuta uzoq muddatda qadrsizlanishga mahkum, chunki hukumatlar doimiy ravishda pul bosishga moyil. Aynan shu fiat pullar orqali biz tasvirlagan barcha yashirin o'yinlar amalga oshiriladi. Demak, shaxsiy yoki milliy darajada himoyalanish yo'llaridan bittasi bu imkon qadar fiat pulga qaramlikni kamaytirish. Bu nimani anglatadi? Oddiy qilib aytganda, jamg'armalar va boylikni faqat milliy valyutada saqlamaslik degani. Masalan, oltin, kumush kabi qimmatbaho metallar ming yillardan beri boylik ombori bo'lib kelyapti va ular o'zini qadrini doimiy ravishda saqlab qoladi. Inflyatsiya ularni yeyolmaydi. Aksincha, valyuta qadrsizlansa, oltin narxi shunchalik oshadi. Ko'plab ekspertlar shaxsiy jamg'armalarning bir qismini oltin va kumushga aylantirishni tavsiya qilishadi. Bu qiyin emas, shunchaki bankdan oltin quymani o'zi yoki bo'lmasa tangalar sotib olish yoki oltin sertifikatlarini olish mumkin. So'nggi yillarda yana bir muqobil paydo bo'ldi. Bu kriptovalyutalar, ayniqsa Bitcoin. Bitcoin va boshqa yetakchi kriptovalyutalar markazlashmagan, ya'ni decentralized va ularni hech qaysi hukumat nazorat qila olmaydi. Ularning emissiyasi cheklangan. Masalan, Bitcoinda maksimal 21 million dollar va oldindan ma'lum qoidalarga asoslangan. Shu sababli ko'pchilik kriptovalyutalarni raqamli oltin deb atayapti va xususan Bitcoin inflyatsiyaga qarshi himoya va davlatlarning moliyaviy tazyiqidan xoli bo'lish vositasi sifatida ko'rilyapti. Salvador, Markaziy Afrika Respublikasi kabi ba'zi davlatlar hattoki Bitcoinni rasmiy valyuta sifatida qabul qildi. Albatta, kriptovalyutalar bozori o'zgaruvchan va xavfli, lekin uzoq muddatda ular fiat tizimiga muqobil bo'la olishi mumkin. Eng muhimi, agar siz biroz kriptovalyutaga ega bo'lsangiz, demak, moliyaviy aktivlaringizning bir qismi hukumatlar va banklar nazoratidan tashqarida saqlanyapti degani. Uchinchisi, albatta, real aktivlarga sarmoya kiritish. Bu jihatdan oltin va kriptodan tashqari yer, suv, ko'chmas mulk, ishlab chiqarish vositalari kabi real aktivlarni ham eslatib o'tishimiz lozim. Inflyatsiya qog'oz pullarni yemiradi, lekin masalan, yer uchastkangiz yoki uy joyingiz qiymatini saqlab qolishi yoki oshirishi mumkin. Albatta, bunga joylashuv va bozor holatiga bog'liq. Shuning uchun o'z biznesingiz yoki hunaringizga sarmoya kiritish eng foydali yo'llardan bittasi. Chunki bilim va ko'nikma sizdan hech qachon tortib olinmaydi. Valyuta qadrsizlansa ham, yaxshi hunar egasi daromad topishda davom etadi. To'rtinchisi, kredit qulligidan qochish. Moliyaviy elitalar sizni ushlab turish yo'llaridan bittasi bu ortiqcha kredit va iste'mol qarzlariga botirish ekanini anglab oldik. Shaxsiy hayotda ham bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Albatta, hayotda uy-joy olish yoki ta'lim uchun kredit kerak bo'lishi mumkin, lekin kundalik iste'mol mollariga, masalan, telefon, mebel, sayohatlarga ortiqcha qarzga botish bu moliyaviy erkinlikni cheklaydi. Ushbu video Maqsad klub yopiq hamjamiyatidan olingan. U yerda biz bu kabi zamonaviy insonga muhim bo'ladigan ko'plab mavzularni tahlil qilamiz. Tanish bilish bu kapital. O'z-o'zidan kelib qolmaydi. Pul o'z-o'zidan kelib qolmaydi-ku, bu ham xuddi shunaqa. Moliyaviy kapital tiyinma-tiyin ishlab topilsa, tanish bilish ham bitta kontaktlarni yig'ib topiladi. Qadriyat va prinsiplarni tushunib yetib, biz bugungi ko'nikmamizga yetib kelamiz. Bu shaxsiy standart. Qadriyatlar umumiy biz ishonadigan ideallar, g'oyalar bo'lsa, prinsiplar o'sha ideallarga asoslangan hayotiy harakatlar modeli. Va bundan tashqari boshqa bir nechta yo'nalishlarda rivojlanamiz. Hormanglar, maqsadchilar qalaysizlar. Bir oy o'tdi, mana yana qayta ko'rishyapmiz. Davlatlar xalq tomonidan saylangan hukumatlar tomonidan boshqariladi degan tushuncha demokratik jamiyatda tamal toshi hisoblanadi. Men Dr. Akbar Shoh, urolog, andrologman. Bugungi videomizning mavzusi ozish bo'ladi. Fikrlash qanday jarayon va ezoterik fikrlash qanaqa, ekzoterik fikrlash qanaqa degan savolga javob berishimiz kerak. Agar siz o'zingizni bizni g'oyadoshimiz deb o'ylasangiz va birgalikda rivojlanish niyatida bo'lsangiz, unda sizni hamjamiyatimizda kutib qolamiz. Klubimiz oylik obunasi 88 ming so'm. Obuna ichiga shu kungacha kanalda joylangan barcha ma'lumotlar kiradi. Bu kurs emas, bu ijodimizni qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyat. Bir maqsad atrofida birlashganlar aql bovar qilmas kuchga ega.